bandani qilgan tavbasi haqiqiy tavba bo'lish uchun unda 3 ta shart bo'lish kerak deyshadi. Ya'ni bir gunohdan inson tavba qilmoqchi, qabul bo'lish uchun 3 ta shart kerak. Birinchisi, qilgan gunoh uchun nadomat chekishlik kerak. Afsus chekish kerak. Bormi? Bor. Ikkinchisi, ana shu qilayotgan gunohini to'xtatish kerak. Pushaymonman deb ichorish kerak emas. Endi yaxshi bo'lmayapti, yomon pushaymonman deb turib, prosentga pul olib pul beraverish kerak emas. Tarozdan uraverish kerak emas. Birinchisi, pushaymon yeyish kerak. Ikkinchisi, to'xtatish kerak gunoh. Uchinchisi, bu gunohni qaytib takrorlamaslikka azmi qaror qilishlik kerak. Mana 3 shart. To'xtash, pushaymon, to'xtash, qaytib qilmaslikka ahd qilish.